O'zbekistonda dadasiz o'sishda ham yaxshi taraflari bor. Misol uchun, xohlasangiz armiyaga bormaysiz. Sizga maktabdan bepul qanaqadir yordam kiyim beradi. Agar omadingiz chopib qolsa, hokim yordam puli berganda u bilan rasm tushasiz. Ishonmaysiz, bir marta dadam yo'qligi uchun faxriy olib berishgan. O'zi munosabatlaringiz qanaqa? Ota-onasi o'sgan bolalarga yaxshi yoki yomon qanaqa? Nimaga yaxshi? Birdan yaxshi bo'lib qolasizlar. Bizlarga mehribonlik qilishni boshlaysizlar. E'tibor berishni boshlaysizlar. Bu bizga yoqmaydi. Qaysi qarindoshimga borsam menga go'sht ovqat beradi-da. Eski kiyimlarini siz dadangiz vafot etgan bo'lsa, u dunyodagi eng yaxshi odam bo'ladi O'zbekistonda. Rostdan, siz dadangiz vafot etgan bo'lsa, prosta kelasiz. Kimni o'g'li bo'lasiz? Dilshod akani qayerda ishlaydi? Yo, hozir dadam vafot etgan desam, dadangiz yaxshi insondir.